Yutal, qizitma, gal og'riqi, badam bel ishqi qatorliqlarning oldini olishga nihoyat yaxshi foydasi bor. Qish fasli kelgandan yoqi bizningki kichik farzandlarimizda mushu zukam, yuta, har xil o'pka yallig'lari nihoyat avjib ketdi. Qaysi doktorxonaga kirsanglar, kichik bolalarning o'qil sag'izayotganligini ko'rasizlar. Endi oilada biz shuni qanday bitirab qilamiz degan chig'imizda, mushu bolalarimiz mushu yutilab yoki balg'ami chiqara olmay, sal qizishib, gelib bo'g'ilab, nafas olishini qiyinlashib, bunday ahvollar ko'rgan chig'ida bak oddiy usulda men deb beray. Qo'yning quyruq miyi. Ya'ni buni ba'zi dumbi miyi deb ataydi, quyruq miyi. Masalanga, bu quyruq miyi degan bo'lsak buni. Quyruq miyini elib qo'limizga qozonni sus aşağı qizdirib o'tda, uningki quyruq miyini qozonniga giribga mundalar bir takusanglar, buningki o'zi irib qozonga chiqadi. Qozonga chiqqandan keyin biz anavogacha agar dekani qo'limizni baqqiraylam takuzib yağning iriga yağni qo'limizga takuzib lekanda shu bolalarimizning buaq bolalarimizning ko'lamto 8-10 yosh kelgan bolalarimizning gallarmada surkab qilib bersanglar, shu galdagi bolalarning turib qolgan balg'am chaplashib olgan shunda har xil g'ayri suyuqliq chingib olgan ko'krak shunda tiz qo'yib berdi bolalarninki shu yutal, qizitma, gal og'riqi, badam bel ishqi qatorliqlarning oldini olishga nihoyat yaxshi foydasi bor. Ikkinchi birisi cho'nglarda agar bu shunda atdigan kashlarida yatoqchig'ida shu mo'ra bo'lib, mo'ra nerib atrof yoldig'ulab, og'irga adamligima shu qo'yninki quyruq mayni yalpaqlab, odatda chaplab turib yatsanglarma, shu mo'ra nerib atrof yoldig'uniki og'riqini hatto yoldig'ini qaytarib berdi. Üçüncüden, shu 100 kunlik yutal yoki bo'lmasa ko'k yutal deb atab qo'yamiz. Shu kuz qish fasllarida bak tuz yo'qdi kichik bolalarda, 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Shunda bolalarda ko'k yutal bo'lgan chog'ida doktorlar haqiqatan bu bayri ko'kan yoki 100 kunlik yutal yoki ko'k yutal deb diagnoz qo'ygan bo'lsa, buning nihoyat yaxshi bir resepti bor deb biray. Buningda biz shu to'xining o'tini olamiz. To'xining o'tini elib, buni optopda 3-4 kun qo'yib qo'ysanglar, bu qurib tarışı devlap ketadi. Ama bunu unday soqab biz, unday soqab bir chini qattiqqa aralashtirib, baliq ish ko'rsak, mush ko'k yutal 8-10 kun ichida pak-pakiz yo'qolib ketadi. Foydalanib qilishinglarni umid qilaman tuqqanlar.